Industrial tarafdan ham kameralar olib turibdi bizani. Bu kameraga o'tganimiz sababi bizning jonimizga zarar bo'lmasin. Tinchlik akajon shu. Rahbariylar bilan rahbar bormi aka? savolimiz bor. Yo'q. Yo'q, rahbaringiz chaqirsangiz savollarimiz keldik bor. biz. Rahbar uchun bo'lgan shu yerda deganlar uchun keldik. Shu bo'yicha. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Biz ijtimoiy faol insonmiz. Kamerani yo'q bo'lam sen ham. Ertaga Bizda yoqilayotgan kameralar uzilmaydi aka, sizlar yoqmaydi. ertaga aka fitna uyushtirib, har xil gap so'z bo'lmasligi uchun biz ham aka kameradan bemalol. Sizlarga bemalol ruxsat aka. Kameradan foydalanishlaringiz uchun hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Xohlasalang xonamga yuringlar aka. Jonim ustiga. Men eshigimdan kelgan odamni uni yelkasidan sudrab chiqaradigan odam emasman. Kamera bilan. Kamera bilan kirsak bo'ladi. Ketdik kamera bilan. Keling. Boyagida 8% deb turib odamlarni qiziqtirib sotishyapti. Uylarini zalogga qo'yib 12,5 ming dollarlik Cobaltga 19,5 ming dollar kredit chiqarib olishyapti. Shu nima deysiz shu reklamaga siz? Bu noto'g'ri narsa. Boshlanish to'lov yo'q. Aka, bitta Cobalt minaman deb turib, ertaga u Cobaltni qaytarib beriladigan bo'lsa, to'la olmasdan uyini ham olib qo'yishadi, mashinani ham olib qo'yishadi. Men qarshiman bu narsaga. Boshqa avtosalon bilan gapiryapsiz. Aybi bor. Hech kim aybsiz emas. Xo'p. Videoni qo'yamiz, kommentariyada shu odamdan aldanganman deb yozadigan bo'lsa, birga kelamiz. Shu odam ishini hal qilib berasizmi? Конечно, aka. Ko'rsatib beraman. Agar aldagan bo'lsa, kelsa, dokazati bilan kelsin. Agar qanaqadir xatoyimiz bo'lsa, 2 hissa qilib qaytarib beraman. So'zim so'z. Kamera yozyapti. Maqsad yozaversin. Maqsad bu yerda birovni obro'sizlantirish emas. Maqsad xalqqa eng foydaligi, eng arzoni, eng zo'r bo'ladigan narsani chiqarib ko'rsatishimiz kerak. Xalq shundan mazza qilsin. Har bitta mashinadan 300 dollar foyda ko'raman. Lekin bir kunda ishini bitirib beraman. Abeti sherda aka. Kechasiga qolib ketsa gastinsasini qilib beraman. Sharoitlari VIP aka. Benzin qo'yib beraman, pollik qo'yib beraman. Hozir shu mashinada 200 dollar pul qoladi. Iltimosim odamlar uyini qo'yib turib kredit olmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Uysiz qolib ketishlariga sababchi bo'lib qolyapmiz-da aka, hozir bunday olib qaraganda. Shuning uchun men uy qo'yib turib kredit beradigan produktani bank bilan kelishuvimni, shartnomamni bekor qildim. Uydan tashqari ham mashina olib tirikchilik qilaman deb o'ylayotgan odamlar ham olish tavsiya berasizmi, bermaysizmi? Mashina bilan tirikchilik qilaman, imminni shundan non ko'raman degan odamga tavsiya qilmayman. Bir narsani aytib o'tib ketaman, shu dekabr oyida narkobiznesga qarshi qattiq kurashib turgan ichki ishlar vazirimiz Aziz Anvarovga alohida katta rahmatlarimizni aytamiz. Chunki bu narsalar ko'pchilikga foyda, narkotik kamayib ketishi, yolg'on kamayishi, hammamizga yolg'on narkotik, qimor bo'lmasa, bu yurt ancha yana kuchayib ketamiz. Kuchayib ketamiz va sizdagi tadbirkorlar biz kreditsiz shunaqa zo'r tadbirkor bo'lingki,